Agar siz telefoningizga kelgan SMS kodni birovga aytgan bo'lsangiz, bank kartangiz raqamini begona saytlarga kiritgan bo'lsangiz, sizga pul tushdi, jarima bor, hisobingiz bloklanadi degan xabarlarga ishongan bo'lsangiz. Bu video siz uchun juda muhim. Men bugun sizga oddiy odamlar har kuni duch kelayotgan eng xavfli holatlarni tushuntirib beraman. Bu ma'lumot hammani, ya'ni ota-onani ham, talabani ham, tadbirkorni ham, faqatdagi insonni ham bevosita qiziqtiradi. Chunki firibgarlar endi ko'chada emas, telefonimiz ichida, messenjerlarda, soxta havolalarda va hatto o'zini bank xodimi deb tanishtiradigan qo'ng'iroqlarda paydo bo'lyapti. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantiruvchi ma'lumotlar qancha ko'p odamga yetsa, shuncha ko'p oilaning puli asaba vaqti saqlanib qoladi. Oldin firibgarlik asosan yuzma-yuz bo'lardi. Kimdir bozorda soxta mahsulot sotardi. Kimdir qarz olib qaytarmasdi. Kimdir hujjatni qalbakilashtirardi. Odam aldanganini ko'pincha darhol sezardi. Chunki qarshisida real odam bor edi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Firibgar sizning uyingizga kelmaydi, sizni ko'rmaydi, lekin telefoningiz orqali sizning pulingizga, kartangizga, shaxsiy ma'lumotlaringizga kirishga harakat qiladi. Eng katta o'zgarish shuki, bugungi firibgarlik tez ishlaydi. Masalan, siz bir havolani bosasiz, telefon raqamingizni kiritasiz, keyin SMS kod keladi. Siz bu oddiy tasdiqlash kodi ekan deb o'ylab kodni kiritasiz. Oradan bir daqiqa o'tmay, kartangizdan 500 ming so'm, 2 million so'm yoki undan ham ko'proq pul yechib olinishi mumkin. Ba'zi hollarda odamning bir necha yillik yig'gan puli bir necha daqiqa ichida yo'qoladi. Men amaliyotda ko'p ko'radigan holat shuki, odamlar firibgarni darrov tanimaydi. Chunki ular juda ishonarli gapiradi. Men bank xavfsizlik bo'limidanman. Sizning nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda. Hozir tasdiqlamasangiz hisobingiz yopiladi. Soliqdan ortiqcha pul qaytariladi. Pochta orqali posilka keldi. Kabi gaplar bilan odamni shoshiltiradi. Asosiy usul aynan shoshirish. Odam shoshsa o'ylamaydi, o'ylamasa xato qiladi. Birinchi navbatda bitta qoidani yodda tuting. SMS kod, bank ilovasi paroli, karta orqasidagi CVV kodi, pasport ma'lumotlari va Face ID orqali tasdiqlash hech qachon begona odamga berilmaydi. Bank xodimi ham, davlat idorasi xodimi ham, yetkazib berish xizmati ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Agar kimdir kod so'rasa, bu deyarli har doim xavfli belgi. Masalan, oddiy vaziyatni olaylik. Siz internetda 1 million so'mlik telefon sotmoqchisiz. Xaridor yozadi: "Men olaman, pulni oldindan yuboraman. Mana havola, karta ma'lumotlaringizni kiriting, pul tushadi." Siz havolani bosasiz. Sayt juda chiroyli. Go'yoki mashhur to'lov tizimiga o'xshaydi. Karta raqamini amal qilish muddatini, CVV kodni, SMS kodni kiritasiz. Natijada pul tushmaydi. Aksincha kartangizdagi pul ketadi. Bu yerda firibgar sizga pul yuborayotgani yo'q. Sizning kartangizdan pul yechishga ruxsat olyapti. Yana bir misol. Sizga qo'ng'iroq bo'ladi. Odam o'zini bank xodimi deb tanishtiradi va sizning kartangizdan 3 million so'm yechishga urinish bo'ldi. Buni to'xtatish uchun telefoningizga kelgan kodni ayting deydi. Aslida hech qanday xavfsizlik tekshiruvi bo'lmayapti. Firibgar dastining raqamingiz orqali bank ilovasiga kirishga yoki to'lovni tasdiqlashga urinmoqda. Siz kodni aytsangiz, u ishini yakunlaydi. Uchinchi misol juda ko'p uchraydi. Telegram yoki boshqa messenjerda davlatdan yordam puli berilmoqda. Har bir fuqaroga 6 ming so'm kompensatsiya. So'rovnomadan o'ting va pul oling degan xabar keladi. Odamlar buni qarindoshdan, tanishdan kelgani uchun ishonadi. Lekin tanishingizning akkaunti ham buzilgan bo'lishi mumkin. Havolani bosganingizdan keyin sizdan telefon raqami, karta ma'lumoti yoki tasdiqlash kodi so'raladi. Shundan keyin sizning akkauntingiz ham boshqalarga xuddi shunday xabar tarqatishi mumkin. Men bu yerda faqat yoshi katta odamlar aldanadi demoqchi emasman. Albatta, nafaqadagi insonlar ko'pincha texnik jarayonlarni yaxshi bilmagani uchun xavf ostida bo'ladi. Lekin yoshlar ham juda ko'p aldanadi. Ayniqsa tez pul topish, investitsiya, kripto, onlayn ish, arzon mahsulot, aksiya faqat bugun degan takliflarda ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, talaba kuniga 200 ming so'm ishlaysiz, faqat ro'yxatdan o'ting degan reklama ko'radi. Undan avval 1 ming so'm aktivatsiya to'lovi so'raladi. Keyin yana 300 ming so'm darajani oshirish uchun so'raladi. Oxirida una ish oladi, na pulini qaytarib oladi. Bu pramda yoki soxta ish taklifi bo'lishi mumkin. Tadbirkorlar ham alohida xavf guruhida.
Chunki ularga ko'pincha tender yutdingiz. Yirik buyurtma bor. Shartnomani tez imzolash kerak. Oldindan kafolat puli yuboring deyishadi. Masalan, kichik korxona egasiga 20 million so'mlik mahsulot buyurtma qilinadi. Lekin shartnomani ko'rsatishdan oldin 2 million so'm ro'yxatdan o'tish to'lovi so'raladi. Jiddiy tashkilot bunday ishlamaydi. Haqiqiy hamkorlikda rekvizitlar. Shartnoma, yuridik manzil, mas'ul shaxs va rasmiy yozishmalar bo'ladi. Agar siz hech qachon SMS kodini aytmasangiz, shubhali havolalarga kirmasangiz, bank ilovasiga faqat rasmiy do'kon orqali kirgan bo'lsangiz, karta limitlarini nazorat qilsangiz va har bir to'lovni tekshirib tasdiqlasangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin bu menga hech narsa bo'lmaydi degani emas. Chunki firibgarlar usullarini doim o'zgartiryapti. Men har doim shuni aytaman. Xavfsizlik bir marta so'zlab qo'yiladigan narsa emas. Bu odat. Masalan, eshikni har kuni qulflaganingiz kabi telefon va kartangizni ham har kuni ehtiyot qilishingiz kerak. Bir marta beparvolik qilsangiz, zarar katta bo'lishi mumkin. Ba'zan odamlar men faqat karta raqamini berdim, bunda nima xavf bor deb so'raydi. Karta raqamini o'zi ko'p hollarda pul yechish uchun yetarli bo'lmaydi. Lekin karta raqami bilan birga amal qilish muddati, CVV, SMS kod yoki bank ilovasiga kirish tasdig'i berilsa, xavf kuchayadi. Shuning uchun ma'lumotlarni bo'laklarga bo'lib xavfsiz deb o'ylamang. Firibgarlar sizdan ma'lumotni bosqichma-bosqich oladi. Yana bir nozik jihat, ba'zi soxta saytlar haqiqiy saytga juda o'xshaydi. Domen nomida bitta harf farq qiladi. Masalan, rasmiy nomga qo'shimcha so'z qo'shiladi yoki nuqta o'rniga chiziq ishlatiladi. Oddiy odam buni sezmasligi mumkin. Shuning uchun men havolani bosishdan oldin manzilni diqqat bilan tekshirishni maslahat beraman. Agar sayt sizdan darrov karta ma'lumotini, SMS kodini yoki ilova parolini so'rasa, to'xtang. Ko'pchilik e'tibor bermaydigan yana bir nuqta bor. Telefoningizga o'rnatilgan ilovalar. Kredit tekshirish, pul ishlash, bonus olish. Tekin internet, telefonni tezlashtirish kabi nomdagi noma'lum ilovalar xavfli bo'lishi mumkin. Ular kontaktlaringizga, SMS xabarlaringizga yoki bildirishnomalaringizga ruxsat so'rashi mumkin. Agar siz bunday ruxsat bersangiz, SMS kodlarni ko'rish yoki akkauntingizni boshqarish imkonini ochib qo'yishingiz mumkin. Keling, aniq raqamlar bilan tushuntiraman. Birinchi vaziyat, ayol kishi internetda bolalar aravachasini 7,5 ming so'mga sotmoqchi bo'ladi. Xaridor yetkazib berish xizmatini men to'layman. Siz faqat pulni olish uchun havolaga kiring deydi. Ayol havolaga kiradi, kartasini kiritadi. 700 ming so'm tushishini kutadi. Lekin kartasidan 1 million 800 ming so'm yechiladi. Nega? Chunki u pul qabul qilish sahifasiga emas, firibgarning to'lov tasdiqlash sahifasiga kirgan. Ikkinchi vaziyat, erkak kishiga sizning nomingizga 15 million so'mlik kredit olinmoqda deb qo'ng'iroq qilishadi. U qo'rqib ketadi. Firibgarlar kreditni bekor qilish uchun yangi xavfsiz hisob ochamiz, pulingizni vaqtincha o'sha yerga o'tkazing deyshadi. Odam o'z qo'li bilan 8 million so'mni boshqa kartaga o'tkazadi. Keyin tushunadiki, u xavfsizlikka emas, firibgarning kartasiga pul yuborgan. Uchinchi vaziyat, yosh yigitga investitsiyaga 1 million so'm kiritsangiz, bir haftada 1 million 400 ming so'm bo'ladi deyshadi. Dastlab unga kichik foyda ko'rsatishadi. Masalan, 1 ming so'm qaytarishadi. Bu ishonch uyg'otish uchun qilinadi. Keyin u 5 million so'm kiritadi. Keyin pulni yechish uchun soliq to'lang, komissiya to'lang, hisobni tasdiqlang deyshadi. Natijada zarar 5 million bilan tugamaydi. 7 yoki 8 millionga chiqadi. To'rtinchi vaziyat, ota-onaga farzandining nomidan xabar keladi. O'yi telefonim buzildi. Mana yangi raqamim. Zudlik bilan 2 million so'm kerak. Ota-ona xavotirda tekshirmasdan pul yuboradi. Keyin asl farzandiga qo'ng'iroq qilsa, u hech narsa so'ramagan bo'ladi. Bu usul hissiyotga bosim qilishga qurilgan. Ota-ona farzandi qiynalgan deb o'ylaydi va tekshirishni unutadi. Eng xavfli holatlardan biri bu masofadan boshqarish ilovalari. Firibgar telefoningizni tekshirib beraman, bank ilovangizdagi muammoni qilaman deb sizdan ekran ulashishni yoki maxsus ilova o'rnatishni so'rashi mumkin. Agar siz ruxsat bersangiz, u telefoningiz ekranida nima qilayotganingizni ko'radi. Ba'zan esa boshqarishi ham mumkin. Bu bank ilovasi uchun juda xavfli. Ikkinchi yashin xavf bu umumiy Wi-Fi tarmoqlari. Kafe bekat, savdo markazidagi ochiq internetdan foydalanganda bank amaliyotlarini bajarish tavsiya etilmaydi. Har doim ham zarar bo'ladi demayman, lekin xavf bor. Ayniqsa noma'lum Wi-Fi sizdan telefon raqami.
kod yoki ijtimoiy tarmoq orqali kirishni so'rasa, ehtiyot bo'ling. 3-xavfli parollarni takror ishlatish. Agar siz Telegram, e-mail, bankka yaqin xizmatlar, ijtimoiy tarmoqlar va savdo saytlarida bir xil parol ishlatsangiz, bitta akkaunt buzilsa, boshqalari ham xavfga tushadi. Masalan, eski bir sayt ma'lumotlari tarqaladi. Firibgar o'sha parolni sizning e-mailingizda sinab ko'radi. Agar parol bir xil bo'lsa, u e-mailga kiradi. Keyin boshqa akkauntlarni tiklaydi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, bank kartangiz uchun kunlik limit o'rnating. Masalan, kartangizda 10 million so'm bo'lsa ham, kunlik onlayn to'lov limitini 500 ming yoki 20 million so'm qilib qo'yish mumkin. Katta to'lov kerak bo'lsa, vaqtincha oshirasiz, keyin yana pasaytirasiz. Bu oddiy choradir, lekin katta zararni kamaytiradi. Ikkinchi qadam, alohida karta ishlating. Men har doim maslahat beraman. Internet xaridlar uchun alohida karta oching va unda katta pul saqlamang. Asosiy jamg'armangiz boshqa kartada yoki hisobda tursin. Internetda to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, kerakli summani o'tkazing va to'lov qiling. Shunda havola yoki sayt bilan muammo bo'lsa ham, barcha pulingiz xavf ostida qolmaydi. 3-qadam, bank ilovasida bildirishnomalarni yo'qing. Har bir kirim-chiqim haqida darhol xabar kelsin. Agar siz qilmagan operatsiyani ko'rsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani bloklang. Bu yerda vaqt juda muhim. 5 daqiqa ichida reaksiya qilish bilan 5 soatdan keyin reaksiya qilish natijasi bir xil bo'lmaydi. 4-qadam, shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni to'xtating. Men bankka o'zim qo'ng'iroq qilaman deng va telefonni qo'ying. Keyin bank kartangiz orqasidagi rasmiy raqamga yoki bankning rasmiy ilovasidagi aloqa raqamiga qo'ng'iroq qiling. Hech qachon qo'ng'iroq qilgan odam aytgan raqamga qayta qo'ng'iroq qilmang. Chunki u ham firibgarning raqami bo'lishi mumkin. 5-qadam, ota-onangiz va yaqinlaringiz bilan gaplashing. Ularga bitta oddiy qoida bering. Pul yuborishdan oldin albatta ovozli qo'ng'iroq qilib tekshirish. Agar farzand nomidan xabar kelsa, eski raqamiga qo'ng'iroq qilsin. Agar gapira olmayman desa, bu yanada shubhali. Haqiqiy favqulodda vaziyatda ham tekshirish mumkin. Agar pul yechilib ketgan bo'lsa, birinchi ish kartani darhol bloklash. Buni bank ilovasidan chal markaz orqali yoki filialga borib qilishingiz mumkin. Ikkinchi ish bankka ariza qoldirish. Qachon, qancha summa, qaysi karta yoki hisobga ketgani, qanday xabar yoki qo'ng'iroq bo'lgani haqida aniq yozing. Skrinshotlar, telefon raqamlari, havolalar, yozishmalarni o'chirmang. 3-ish huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish. Arizada voqea vaqtini, pul miqdorini, firibgarning raqamini, Telegram profili bo'lsa username'ni, karta raqami bo'lsa uni, havola manzilini ko'rsating. Qancha ko'p dalil bersangiz, tekshiruv shuncha aniq bo'ladi. Men aldandim deb umumiy yozish yetarli emas. Har bir detal muhim. 4-ish, barcha parollarni almashtirish. Ayniqsa e-mail, bankka bog'langan telefon raqami, messenjerlar va ijtimoiy tarmoqlar parolini yangilang. 2 bosqichli himoyani yo'qing. Telegramda Active Sessions bo'limiga kirib, begona qurilmalarni chiqarib tashlang. E-mailda ham kirilgan qurilmalarni tekshiring. 5-ish, telefon tekshirish. Noma'lum ilovalarni o'chiring. Ruxsatnomalarni ko'rib chiqing. SMS, kontaktlar ekran ustidan ko'rsatish, maxsus imkoniyatlar bo'limida shubhali ilovalarga ruxsat berilgan bo'lsa, olib tashlang. Agar vaziyat jiddiy bo'lsa, muhim ma'lumotlarni saqlab, telefonni zavod sozlamalariga qaytarish ham kerak bo'lishi mumkin. Murojaat qilishda sizga odatda quyidagilar kerak bo'ladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi yoki hisob ma'lumotlari, operatsiya haqida chek yoki ko'chirma. SMS xabarlar, qo'ng'iroq raqamlari, yozishmalar skrinshoti, havola manzili va voqea bo'lgan vaqt. Agar Telegramda gaplashgan bo'lsangiz, profil havolasi, username va chat skrinshotlarni saqlang. Agar sayt orqali bo'lgan bo'lsa, sayt manzilini to'liq yozib oling. Arizada hissiyotdan ko'ra fakt muhim. Masalan, men juda xafa bo'ldim deb yozish tushunarli, lekin tekshiruv uchun 2025 yil 2 mart kuni soat 10:40da falon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. O'zini bank xodimi deb tanishtirdi. 16:05da kartamdan 2 million 250 ming so'm yechildi. Kabi aniq ma'lumot foydaliroq. Birinchi xato uyat sababli yashirish. Ko'p odam meni aldashdi deyishga uyaladi. Natijada vaqt o'tadi. Dalillar yo'qoladi. Pul boshqa hisoblar orqali olib chiqib ketiladi. Aldanish uyat emas, lekin vaqtda harakat qilmaslik katta muammo. Ikkinchi xato, firibgar bilan yana gaplashish.
Ba'zan pul ketgandan keyin firibgar yana bitta to'lov qilsangiz pulingiz qaytadi deydi. Bu ikkinchi marta aldash. Pulni qaytarish uchun sizdan yana pul so'rayotgan odamga ishonmang. Uchinchi xato. İnternetdagi pulni qaytarib beramiz degan odamlarni izlash. Afsuski, firibgarlikdan keyin yana firibgarlar paydo bo'ladi. Ular biz hakerlarmiz, bankdagi odamimiz bor, pulni topib beramiz deb oldindan to'lov so'raydi. Bu ham xavfli. To'rtinchi xato, bolalar telefoniga e'tibor bermaslik. Bolalar o'yin ichidagi bonus, tekin tanga, sovg'a yoki skin uchun havolaga kirishi mumkin. Ular ota-onaning kartasi ulangan telefonini ishlatsa, zarar real bo'ladi. Shuning uchun bolalarning ilova o'rnatishi, to'lov qilishi va havolalarga kirishi nazorat qilinishi kerak. Hozir videoni ko'rib bo'lgach, birinchi navbatda bank ilovangizga kiring va limitlarni tekshiring. Keraksiz yuqori limitlarni pasaytiring. Keyin kartangizda SMS yoki push bildirishnoma yo'qolganini ko'ring. Shundan so'ng telefoningizdagi noma'lum ilovalarni tekshiring. Qaysi ilova nimaga ruxsat olganini ko'rib chiqing. Keyin parollaringizni tartibga keltiring. Eng muhim akkauntlar uchun alohida kuchli parol qo'ying. Telefon raqamingiz ulangan messenjerlarda 2 bosqichli himoyada yo'qing. Agar ota-onangiz yoki yaqinlaringiz texnik narsalarni yaxshi bilmasa, ularga bugun qo'ng'iroq qilib SMS kodini hech kimga aytmaslikni tushuntiring. Bu suhbat 10 daqiqa vaqt oladi, lekin millionlab so'mni saqlab qolishi mumkin. Agar siz onlayn savdo qilsangiz, xaridor yoki sotuvchi yuborgan havolaga darrov ishonmang. Pul qabul qilish uchun odatda karta raqami yetarli bo'ladi. SMS kod kerak bo'lmaydi. Agar sayt sizdan CV yoki SMS kod so'rayotgan bo'lsa, ayniqsa siz pul olishingiz kerak bo'lgan holatda, bu katta xavf belgisi. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirmoqchi bo'ldim. Firibgarlar odamni texnika bilan emas, avvalo shoshirish, qo'rqitish va ishonchga kirish orqali aldaydi. Sizda eng kuchli himoya bu hushyorlik, tekshirish odati va shaxsiy ma'lumotlarni bermaslikdir. SMS kodni hech kimga aytmang. Shubhali havolaga kirmang. Katta pulni bitta kartada saqlamang. Limitlarni nazorat qiling va muammo bo'lsa darhol bank hamda tegishli organlarga murojaat qiling. Endi sizdan so'rayman. Siz yoki tanishlaringiz shunday holatga duch kelganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa chiqarsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugun ko'rilgan bitta video ertaga kimningdir pulini va asabini saqlab qolishi mumkin.